Demak, barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan oldingi videolarimizda albatta HTML, CSS, bootstraplar haqida gaplashgandik. Endi esa hozir JavaScript haqida biz gaplashamiz. Bundan avval sal mikrofon ovozini balandroq qilaylik. Fishillagan ovozdan sal balandroq chiqadi. Demak, JavaScript bu kod, bu bir kod. HTML, CSS, Bootstrap bu tushuncha, ya'ni bu stillar berish, ya'ni veb-saytning chiroyi, ko'rinishi. Bootstrap ularning miyasi. Va bunda biz birinchi anaqa console log aqlliligini sizlarga men ko'rsatib beraman. Mana sizlar 2 + 6 qilamiz. Bu yerda bizda 8 chiqarib beryapti. Mana. Men hech qayerga 8 deb yozmaganman. Va kelinglar birinchi sizlarga 3 ta narsani anaqa qilsam. Birinchisi bu aytganimdek console log. Mana varn ekan bu. Uzr. Boshqasini ko'chirib olmayman. Hozircha anaqa qilib turamiz. Mana dasturchi ishga tushdi, foydalanish tizimga kirdi degan mana bunda so'zlarni chiqarib beryapti. Endi esa console varm, ya'ni bu ogohlantirishni anglatadi. Demak, mana diqqat, parol juda qisqa. Internet sekin ishlatyapti, ya'ni bu bizga ma'lumot beryapti, ya'ni ogohlantiryapti. Va console error bu uchinchisi, ya'ni error ingliz tilidan error to'g'ridan to'g'ri tarjima qilganda o'zingiz ham uni xatolik ekanligini tushundingiz. Va bizda ham xuddi shuni, mana xatolik yuz berdi, ma'lumot topilmadi va bu yerda error, mana varn, mana loglar turibdi. Demak, bizda bootstrap shunday ishlaydi. Demak, biz varn va errorlarni chetga suramiz, chunki ular juda ham katta veb-saytlarni ishga tushirayotganda kerak bo'ladi. Hozirda bizda kerak bo'ladi console log. Endi esa biz ma'lumot turlari haqida o'tamiz. Endi let haqida gaplashsak, bizda let bor, var bor, count bor, shunday narsalar bor. Demak, kelinglar. Siz bu yerda kodlarni ko'chirmaysiz, men prosta ko'rsatish uchun menda xatolik ketyapti. Shunga men ozgina kodlarni ko'chirishga harakat qildim. Bu Python mana. Demak, bizda var, let shunday tushunchalar bor. Endi biz var bilan gaplashsak, mana. Demak, bu yerda var ism deyilgan, bu yerda esa ali deyilgan. Ism esa console logga ko'chirilgan. Ya'ni console logning ichida ali deb yozilmagan. Nega console log ali deb chiqarib beryapti? Bu yerga ali deb yozilgan bilan unday bo'lmayapti. Demak, var bu console logga ulanyapti. Ya'ni ism bu ali. Ismni esa console logga qo'ysak, u ismni chiqarib beradi. Endi sizlar bilan biz foydalanamiz let bilan, raqamlar bilan foydalanamiz. Let qilamiz, bu yerga kelinglar, raqam 1 deylik. Bu raqam 1da 2 turibdi. Demak, keyin yana bitta qilamiz. Let raqam 2 qilamiz. Teng. Demak, raqam 2 3 bo'ladi. Yopamiz. Demak, keyin zo'r narsa qilamiz. Raqam 1 plus qilamizda raqam 2. Demak, bu yerda javobini chiqarib beryapti. Mana raqam 1 2 bo'lsa, raqam 2 bu 3. 2 ga 3. Stop. Nimagadir noto'g'ri chiqarib beryapti menimcha. Böyle ko'paytirib o'qisak-chi. Mana. Mana sizlar 2 kare 3 bu 6. Minus qilsak, mana sizlar 2 dan 3 ni ayirsak 1 qoladi. Qo'shib o'qisak bizda nimagadir noto'g'ri ketyapti. Shunga e'tibor bermaysizlar. Bizda 23
chiqib beryapti. Aslida 5 bo'lishi kerak.